Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop, jim, ha, ho harflari xuddi mana shu shaklda yoziladi. Yuqori bosh qismi o'rta qismidan pastga qarab harakatlanadi, xuddi mana shu shaklda. Va jim, ha, ho harflarimizning yuqori qismi 4 nuqtadan iborat bo'ladi. Va mana shu 4 nuqtamizni eng o'rta qismidan pastga qarab harakatlanadi. Ichki qismi 5 nuqtadan iborat bo'ladi, ya'ni 1 alif barobarida bo'ladi. Oxirgi tugash qismi 1,5 nuqtadan iborat bo'ladi, mana shu eng oxirgi qismi. Va ushbu harfimizning bo'yin qismi 1 nuqta va pastki qismiga ham 1 nuqta joy qoladi. O'rta qismiga 1 nuqta qo'ysak jim harfiga o'zgaradi, yuqoriga 1 nuqta qo'ysak ho harfiga o'zgaradi. Nuqtasiz bo'lsa ha harfini o'zi bo'ladi. Shu bilan inshaalloh jim, ha, ho harflarini o'rgangan bo'lamiz. Alhamdulillah.